Bir kuni men o'z survival dunyoimda shaxtada yurgan edim. Shaxt ichiga kirib borganim sari o'liklar to'la va bir ochiq kitob bor joy topib oldim. Unda nimalardir yozilgandi. Unga yaqinroq borib, o'qishni boshladim. Dunyoni zulmat bosadi. Seni yo'lingni, yozuvni o'qi va maxluqni ozod qil. Tushunib yetdimki, men bu bilan qandaydir maxluqni ozod qildim. Sarosima bilan shaxtani tark etdim. Xullas, bugungi videoda shu maxluq bilan yashab qolishga harakat qilamiz. Joyingizga yaxshilab o'rnashib oling va like bosib obuna bo'lishni unutmang. Video boshlandi. Ha do'stlar, ko'rib turganingizdek bu maxluq butun bir Minecraftni egallab olibdi. Buni ko'rganimdan keyin o'ynashga ham o'ylanib qoldim va nima bo'lsa bo'ldi deb kirishga qaror qildim. O'yinga kirishim bilan o'zimga kerakli yog'och aslahalarini va instrumentlarni yasab oldim. Keyin esa tosh chopishga yerga tushib ketdim. Bitta temir ham topib oldim. Keyinchalik yo'limdan qishloq chiqib qoldi. Qarasam, menga mana bunaqa chiroq berib qo'yishibdi. Ha, ajoyib. O'yin o'ldirib bo'lib, mana bunaqa g'alati tashlandiq joy topib oldim. Keyinchalik borarmiz. Qishloqda mana bunaqa somonlarni olib, o'zimga anchagina non yasab oldim. Non yasashda g'alati. Galemni o'ldirib, o'zimga bitta temirdan kelka yasab oldim. Va o'sha maxluqni birinchi marta o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'tlar o'zidan o'zi olinib ketib boshlandi va bu meni juda qo'rqitdi. Va nihoyat men bu binoga keldim va bu yerda tuzoq bor edi. Xuddiki bu yerda kimdir yashagandi. To'rt, sham. Aytsak bo'ladiki, bu yerda kimnidir tug'ilgan kuni bo'lgan. Va birdaniga kechqurun tushib qoldi. Va tunni shu yerda o'tkazishga majbur bo'ldim. U yoq bu yoqni tekshirayotib, mana bunday kasetani topib oldim va uni qo'ydim. Va bu inglizcha edi. Men buni yozayapman, chunki radio o'lgan. Bir necha soatdan beri undan sado yo'q. O'zimga bularning bari shunchaki yolg'izlik va oddiygina statik shovqin deb tasalli beryapman. Ammo xonadagi sukunat borgan sari og'irlashib, xuddi oynani ezayotgandek botib boryapti. Men uni yana eshitdim. Minoraning poydevoriga nimadir past ohangda marom bilan ishqalanayotgandek bo'ldi. Xuddi zanglagan metallga tirnoqlar botirilib tortilayotgandek. Oynaga yaqinlashdim.
Bu yerdan faqatgina ibtidoiy to'siq ko'rinib turardi va o'sha yerda u turardi. Buni ma'nosiga yetolmay, shunchaki uy qurishga bu binodan chiqib ketdim. Uyni tugatib bo'lib, hamma narsalarimni sandiqqa solib qo'ydim. Oyna uchun qumlarni ketma-ket kazlab oldim. Eritilgan oynalarni joylashtirib chiqdim. Konga tushmoqchi edim, lekin fikrimdan qaytdim. Kech tushishi bilan g'alati narsalar bo'lib boshlandi. Eshigim o'zidan-o'zi ochilib ketaverdi. Bir zombi kelib, qishloqlarni o'ldirayotgandi. Men ularga yordam berish uchun tashqariga chiqgandim. Lekin keyinchalik negadir zombilar ko'payib, xuddi bir zombi apokalipsisdek menga yopirilib kela boshlashdi. Ular juda ko'p edi hatto. Va mana bu kichkina zombi qandaydir qilib eshigimni ochib kiribdi. Ularni ko'pligini ko'rib, juda hayratda qoldim. Keyinchalik ular bilan urushishga yana harakat qildim. Lekin yarim yo'lda negadir qaytib ketdim. Zombilar bundan ham ko'payib ketishdi. Va eshigimni kimdir sindirib tashlashdi. Hammasiga ko'z yumgan holda uxlavordim. Va nihoyat shaxtaga tushib, o'zimga kerakli bo'lgan temirlarni yig'ib oldim. Shaxtadan eson-omon chiqib oldim. O'zimga temirdan branya ham yasab oldim. Do'stlar, bugunga yetadi deb o'ylayman. Ha, bilaman, unchalik qo'rqinchli bo'lmadi. Men ham buni kutmagan edim. Lekin shu videoga atigi 50 ta like yig'ib bersangiz,
Men bu videoni ikkinchi qismini chiqaraman va va'da beramanki, bu undan anchagina qiziq bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr.